Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barliq qarindoshlarım, Allohning salom va mag'firati barkat olsun. Qarindoshlar, cho'ng gunohlar darsimizni davomlashtiramiz. Bugungi darsimiz 30-cho'ng gunoh, ko'p hollarda yolg'on so'zlash. Bu haqda Alloh taolo Al-Imronning 61-oyatida mundaq deydi: Allohning la'nati yolg'onchilarga bo'lsin deb Allohga yolvorib duo qilaydi. Oyatda duo qilaydi deydi. Allohning la'nati yolg'onchilarga bo'lsin deb Allohga duo qilaydi deb sura Al-Imronning 61-oyatida Alloh taolo bizga da'vat qildi. Sura Zariyatning 10-oyatida bo'lsa, kazzoblarga la'nat bo'lsin deydi Alloh taolo. Kazzoblarga la'nat bo'lsin deydi. Sura G'ofirning 28-oyatida Allah haqiqatan haddidan oshgan yolg'onchini hidoyat qilmaydi dedi. Hidoyat qilmaydi dedi. Mana bu 3 oyatda Alloh taolo yolg'onchini hidoyat qilmaydiganligi, uningga Alloh taolaning la'nat o'qiganligi va bandalarni yolg'onchilarga Allohning la'nati bo'lsin deb duo qilishga buyurganligi bayon qilinadi. Bu Allohning kalomi, Qur'oni Karim. İbn Mas'ud radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: Rostchilik insonni yaxshilikka boshlaydi. Yaxshilik bo'lsa jannatga boshlaydi. Kishi hamisha rost so'zlayverib va rost so'zlashga tirishib, oxir Allohning dargohida rostchil deb yoziladi. Yolg'onchilik insonni gunohga boshlaydi. Gunoh bo'lsa do'zaxga boshlaydi. Kishi hamisha yolg'on so'zlayverib ve yolg'on so'zlashga tirishib, oxiri Allohning dargohida yolg'onchi deb yoziladi deydi birlikka hadis. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday deydi: Munofiqning alomati garchi u namoz o'qigan, ro'za tutgan va musulmon ekanligini da'vo qilgan bo'lsa-mu, 3 tur. Biri gap qilsa yolg'on so'zlaydi. Yana biri va'da qilsa va'dasida turmaydi. Uchinchisi ishonchlik deb qaralsa xiyonat qildi. Ya'ni omonatga xiyonat qildi. Birlikka hadis. Demak, yuqorqi Qur'on va hadislarda yolg'onchininki Alloh tarafidan la'nat qilinadiganligi bayon qilinadi. Hamda yolg'onchilikning o'zi munofiqlikning bir alomati ekanligi bu yerda bayon qilinadi qarindoshlar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yana bunday dedi: 4 alomat bo'lib, kimda bu 4 alomat tepilsa, xolis munofiq bo'ldi. Kimda bu alomatlardan birisi tepilsa, toki u uni tark etmoqchi, uning munofiqlikning bir alomati tepilgan bo'ladi. U gap qilsa yolg'on so'zlaydi. Ishonchlik deb qaralsa, ya'ni omonat qo'yilsa xiyonat qiladi. Va'da qilsa, va'dasiga vafo qilmaydi, va'dasi turmaydi. Biri bilan urushib qolsa og'zini buzdi. Birlikka hadis. Birlikka hadis. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ko'rgan, shuni so'zlab bergan bir hadisda bunday deydi: Biri o'ngdisiga yotgan, yana biri to'mir ilmak tutib o'ri turgan. Ikki odamning yemak yoldi. O'ri turgan odam bu to'mir ilmak bilan o'ngdisiga yotgan odamning bir javg'iyi ve bir ko'zidan tortib gadnigacha yirtatdi. Endi yana bir tarafiga o'tib shunda qiladi. Bir tarafni yirtayotganda yana bir tarafi asli holati kelib qoladi. Bu ahvol qiyomatgacha mana shunday davom qiladi. Men farishtalardan bu kim deb so'ragan edim. Farishtalar u har kuni saharda uyidan chiqadi. Shundoq yolg'on so'zlaydiki, uning yolg'on so'zlari osmonni qoplaydi deb javob berdi. Imom Buxoriy va Imom Ahmad rivoyat qilgan hadis. Yolg'onchininki qiyomatgacha, o'lgandan keyin toki qiyomatgacha qanday azoblanadiganligi bu hadisda bayon qilinadi. Shuningga qarindoshlar, yolg'onchilikdan saqlanish kerak. Yolg'onchilikdan saqlanish kerak. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: Gumon qilishdan saqlaninglar. Chunki gumon yolg'onchilikning eng yomonidir. Birlikka hadis.
mayada payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bizga gumon qilishniki yolg'onchilikni eng yomon ish ekanligini bayon qilib beryapti. Shuningga boshqalarni gumon qilmaslik kerak, yomon gumonda bo'lmaslik kerak. Agar shunday bo'lib qolsa, shu gumonning o'zi yolg'onchilikning eng yomoni bo'lib, qiyomat kuni Allohning la'nati qoldiganligi bayon qilinadi. Alloh taolo qiyomat kuni 3 turli kishiga gap qilmaydi. Ularga rahmat nazar bilan qaramaydi. Ularni gunohdan poklamaydi. Ularga qattiq azob bor. Biri qeyri zinoxo'r, ya'ni qeyrib qolgani qaramay zino qiluvchi. Yana biri yolg'onchi podshoh. Uchinchisi mutakabbir kambag'al. Ya'ni takabbur odamda Imom Muslim va Nasoiy rivoyat qilgan. Mutakabbir kambag'al. Kambag'aldir takabburlik qiladi. Kishilarni kuldirish uchun yolg'on so'zlaydigan odamning holiga voy. Uning holiga voy. Va uning holiga voy deb payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qayta degan. İmam Tirmizi, Abu Davud, Darimi, İmam Ahmad, İmam Hakim rivoyat qilgan. Albani sahih degan sahih hadis. Mana bu yerda kishilarni kuldirish uchun chaqchaq qilaman deb yolg'on so'zlasa, uningmi holiga voy deb qiyomat kuni uning qattiq azoblanganligini bu yerda qayta takrorlab uning holiga voy degan. Qasam ichib turib yolg'on so'zlash texmi og'ir gunoh bo'ldi. Alloh taolo bu vaqtda sura Mujadilaning 14-oyatida ular bilib turib yolg'ondan qasam ichdi degan. Ya'ni qasam ichib turib yolg'ondan so'zlashni Alloh taolo bizga bayon qilgan va bilib turib yolg'ondan qasam ichdi deb. Shuningga qasam ichib yolg'on qasam berishning o'zimi og'ir gunoh ekanligini burma o'rganib o'tdik. Diqqat qilish kerak qarindoshlar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday dedi. Alloh taolo qiyomat kuni 3 turli kishiga gap qilmaydi. Ularga rahmat nazari bilan qaramaydi, ularni gunohdan poklamaydi, ularga qattiq azob bor. Biri hojatidan ortiq suyba kishi bo'lib, uni muhtoj musofirlarga bermaydi. Ya'ni so'qqis rayonlarda hojatidan ortiq suyba bo'lib, boshqalarga bermaydigan kishi. Yana biri mal sotquchi bo'lib, bir kishiga mal setib etib, "Men buni manchi pulga oldim" deb Allohning nomi bilan qasam ichdi, setib oluvchi uning gapiga ishonib, malni setib oladi. Amaliyotda bo'lsa, uning diginidek emas. Ya'ni malni 100 so'mga oldim deb sotgan bo'lsa, amaliyot 50 so'mga, 70 so'mga olgan bo'lsa, bu yolg'on so'zlasa, qiyomat kuni Alloh taolo uni qarmaydi, uni hidoyat qilmaydi degan gap. Üçüncüsü, boshliqqa dunyolik uchun bay'at qilgan kishi bo'lib, boshlig'i uning bir narsa berib tursa, vafo qiladi, bermay qo'ysa yuz o'riydi. Mana bunday kishiga Alloh taolo rahmat nazari bilan qaramaydi, ularning gunohidan poklamaydi, ular qattiq azob bor dedi. Qattiq azob bor. Birlikka hadis. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yana bunday dedi. Sen qarindishingga so'zlab bersan, u sening so'zingga ishonadi. Halbuki sen uning yolg'on aytding. Bu nima degan cho'ng xiyonat? Imom Buxoriy rivoyat qilgan sahih hadis. Mana shu qarindishiga, demak musulmonlarimiz bir qarindishiga degan gap, yolg'on gap bo'lsa, lekin u qarindishi uningga ishonadi. Mana buning nima degan cho'ng xiyonat ekanligini payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bayon qilyapti. Qarindoshlar, shunga diqqat qilish kerak. Yana bir hadisda bunday deyilgan: kimki ko'rmagan tushini ko'rdim deb da'vo qilsa, qiyomat kuni 2 arpa urug'ini bir-biriga chigishga taklif qilindi. U buni hargizmi chiganmaydi. Uning mushundoq azob beriladi. İmam Buxoriy, İmam Tirmizi, Abu Davud, Ibn Majah va Ibn Ahmad rivoyat qilgan.
Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday deydi. Allohning nazaridagi eng cho'ng yolg'on birovning tushida ko'rmagan narsani ko'rdim deyishidir deydi. Imom Buxoriy, Imom Ahmad rivoyat qilgan. Shuningga tushni yolg'ondan men bunday tush ko'rdim deb so'zlash Allohning nazaridagi eng cho'ng gunoh bu. Bunday ishni demaslik kerak. Mayli bo'ldi, haq boshqalarni bir boshqacha ta'sirlantirib qo'yay desin yoki qanday xiyollar bo'lsin, ko'rmagan tushni ko'rdim deyishga bo'lmaydi. İbn Mas'ud radhiyallohu anhu mundoq deydi. İnson hamisha yolg'on so'zlasa va yolg'on so'zlashga urinsa, uning qalbida bir qora chekib qo'yiladi. Shuning bilan qalbi bora-bora qoriydi. Oxiri Allohning dargohida yolg'onchi deb yoziladi. İmam Malik rivoyat qilgan hadis. Musulmon tilini mahkam tutishi faqat foydali so'zlarni qilish kerak. Sukut qilish, ya'ni tilni ching tutish xotirjamlik ilib keldi. Xotirjamlikka tang keladigan hech narsa yo'q. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: kimki Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, to'g'ri so'zlasin yoki jim tursin. İmam Buxoriy, Imom Muslim, Abu Davud, Imom Ahmad rivoyat qilgan hadis. Bu hadis insonning faqat yaxshi va o'ziga foydali so'z qilishning lozimligini ko'rsatib berdi. Abu Musa radhiyallohu anhu bunday dedi: "Men Allohning payg'ambari qandoq musulmon afzal musulmon deb so'ragan edim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tili va qo'li bilan musulmonlarga azor bermagan musulmon deb javob berdi." İmam Buxoriy, Imom Muslim, Imom Tirmiziy, Imom Ahmad rivoyat qilgan sahih hadis. Sahihul Buxoriy va Sahihul Muslimda rivoyat qilingan bir hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: kishi harom ekanligini o'ylamasdan biror so'zni qilib soladi. Biroq shu so'z tufayli mashriq bilan mag'rib orasidanmi cho'nqir bo'lgan jahannamga yiqilib tushdi. İmam Malik Bilal İbn Haris Muzniyda rivoyat qildiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: inson Alloh xursand bo'ladigan biror so'zni qiladi. Buning savobining qanchalik cho'ng ekanligini o'ylab boqmaydi. Alloh taolo uningga shu so'z tufayli qiyomat kuniga qadar rozi bo'ladiganligini yozdi. İnson yana Allohning ochchig'i keladigan biror so'zni qiladi. Bunun günahının qanchalik cho'ng ekanligini o'ylab boqmaydi. Alloh taolo uningga shu so'z tufayli qiyomat kuni qadar norozi bo'lganligini yozdi dedi. Imom Malik, Imom Tirmiziy, Ibn Majah va Ibn Ahmad rivoyat qilgan Albani sahih degan hadis. Demak, qarindoshlar, bu yerda gap so'zdan unda gap qo'ysa dindan chiqatmaydi-ku. Alloh taolo unda oson kofir qilmaydi. Deb qo'yganға ne bo'ladi, bilmaydi deb qo'ygan gapni deydigan odamlar yo'q, unda olmaydi. Chunki Alloh taolo ikki nurімizga ikki farishtani o'rlashtirgan. Nima desa shuni yozdi. Yozdi. Hadislarda ko'rsatilishicha farishtalar atdiganda bomdod namozida, tushdan keyin asr namozida Allohga yozgan narsalarni ko'tardi. Bandam nima qilyapsiz, bunday ishlarni qilyapti deb. Shuningga gap so'zga diqqat qilish kerak. Unda oson dindan chiqaratmaydi degan gap qo'rq gap bu. Qo'rq gap. Odam lavzi bilan dinga kiradi, lavzi bilan dindan chiqadi. Shuningga gap so'zda diqqat qilish kerak. Gap so'zda o'ziningki shariatga uyg'un gap qilamdi, qilmamdi. Hammadan burun soladigan tarozi shariat. Ma'o shariatga munosibatsiz-ku degan ish yo'q. Chunki Alloh taolo inson va jinni o'zi uchun ibodat qilishga yaratgan. Alloh taolo yaratgan ekan har bir insonning har bir ishi, har bir gap so'zi, har bir harakati shariatga avval uyg'un bo'lishi kerak. Shariat tarosiga avval tushish kerak. Shuningga avval gap so'zni qilishdan, ish harakatni qilishdan burun mening bu gapim, bu so'zim, bu harakatim shariatga uyg'unmi emasmi degan shu taroziga o'zini bir sep beqish kerak.
Undaq bo'lmaganda ig'ir gunohga mubtalo bo'lib qolib, qiyomat kuni javobgarlik bo'lmaydi. Bunga o'xshash sahih hadislar nihoyat ko'p bo'lib, yuqorida bayon qilganlarimiz bugungi darsimizga yetarli bo'ldi, qarindoshlar. Shuningga cho'ng gunohlardan saqlanishga qattiq ahamiyat berib, har bir qadamimizda o'zimizni shariatdan chiqib ketishga undaydigan ishlardan nari turishimiz kerak. Alloh taolo barliq qarindoshlarimizga hidoyat qilsin, darslarimizni manfaatli qilib bersin.